Biz qaror bo'yicha 62 sonli qaror bo'yicha sizlarga tushuntirish berib o'taman. Har qanday biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezidentimizning farmoniga asosan 62 sonli farmonga asosan 2025-yil shu bo'yicha kredit taqdim qilyapmiz sizlarga. Har qanday biznes g'oyalaring, biznes bo'lsa, farming qilish, sizlarga tikuvchilik qilish, har xil yo'nalishlarga 18% kredit, imtiyozli kredit beriladi. 100 milliongacha olishlari mumkin. Bezgarov olish imkoniga egasizlar. O'zlaringda qanday xohish istaklar bo'lsa, bunda bizga murojaat qilasizlar va bank yordamchilari kelib sizlarni g'oyalaringni o'rgangan holda sizlarga kredit, imtiyozli kredit ajratib berishga mas'ul hisoblanadi. Buni tartibini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Bog'bon hududimizda parnikga olishdi, qulupini yetishtirishni yo'lga qo'yishdi. Asosan 67 million pul bilan 1,5 sotiklik joyga qulupini yetishtirdi. Hozirda shuncha daromad olib, imtiyozli davrida, hozir 2 yillik imtiyozli davrida shu qarzlarni to'lab bo'lyapti. Sizlarga qanday savollaring bor, tushuncha kerak sizlarga?